besh qator to'qib oldik. Endi uni tepasiga gulini to'qishga o'rganamiz. 1, 2, 3, 4, 5. Endi uni olib chiqdik. Orqaga qarab ketamiz. Mana shu kurchakda turgan holatida chiqaramiz. Keyin olib chiqamiz. Ikkalasini birlashtirib. Uni kirgizamiz, olib chiqamiz. Yana birlashtirib. Uni kirgizamiz, olib chiqamiz. Birlashtirib. Bu ip kurchakda turadi. Faqa kirgizib, olib chiqib